Assalomu alaykum, Forum News dasturining bugungi sonida Navqiron O'zbekiston laureatlaridan aks namoyishi, Kelajak ovozi yozgi o'quv oromgohi, Shahrisabzda 15 kun, sardobachilar Sarmirsoy bag'ridagi ijodi haqida. Shu yilning 1-iyul sanasida Qashqadaryo viloyatining So'lim shahri Sabz tumanida navbatdagi Kelajak ovozi yozgi o'quv oromgohi start oladi. Fond Forum va Kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi hamkorligida tashkil qilinadigan ushbu oromgohda iqtidorli va faol yoshlar, ta'lim grantlari va iqtidorli talabalar uchun stipendiyalar dasturlari va Kelajak ovozi respublika yoshlar tanlovi g'oliblari ishtirok etishadi. Yozgi o'quv oromgohda axborot texnologiyalari, yosh tadbirkorlar maktabi, xorijiy tillar, media va matbuot, yoshlar studiyalari kabi 10 dan ziyod yo'nalishlarda guruhlarga bo'linib, seminar treninglarda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Kelajak ovozi 2013 yozgi o'quv oromgohi 15-iyul sanasiga qadar davom etadi. Poytaxtimizda o'tkazilayotgan 3-Toshkent bahori opera va balet san'at festivali turli rang-barang tadbirlar bilan barchada iliq taassurotlar qoldirmoqda. Festival dasturidan Verdi, Chaykovskiy, Puccini, Rimskiy-Korsakov singari buyuk bastakorlarning klassik asarlari asosidagi 5 ta opera va balet spektakli, gala-konsert hamda taklif etilgan mutaxassislar ishtirokidagi mahorat darslari o'rin olgan. Kuni kecha Turkiston san'at saroyida Rimskiy-Korsakovning Tsarskaya nevesta operasi namoyish etildi. Rossiya opera san'at ustalari ishtirokida taqdim etilgan ushbu sahna asari haqida keyingi dasturlarimizda to'xtalamiz. Venada Toshkent quvonchlari bolalar suratlari 4-xalqaro biennalesida g'olib bo'lgan 2 nafar o'quvchi Izabella Vimer va Yuliya Hanzel diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Maktabning ijodiy dastur bo'yicha koordinatorning ta'kidlashicha, ushbu biennale doirasida o'quvchilar orasida maxsus tanlov o'tkazilgan bo'lib, ulardan 19 ta eng yaxshi ishlar saralab olingan va Toshkent bolalar suratlari tanloviga yuborilgan. Tadbir doirasida Fond Forum faoliyatining taqdimoti ham bo'lib o'tdi va bu yosh avstriyaliklarda katta qiziqish uyg'otdi. Eslatib o'tamiz, Toshkent quvonchlari bolalar suratlari 4-xalqaro biennalesi 2012-yilning 10-15 dekabr kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan edi. Tadbir tashkilotchilari sifatida O'zbekiston San'at akademiyasi, Fond Forum, Tashqi ishlar va xalq ta'limi vazirliklari vakillari ishtirok etganlar. Tanlovda dunyoning 27 ta mamlakatidan 5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar 2000 ta ijodiy ishlari bilan qatnashgan. Toshkent fotosuratchilar uyida Kruk I rassomlar guruhining an'anaviy ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Aks nomli ushbu namoyishda ijodkorlarning yangi asarlarini kuzatish va baho berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tug'yonlari, hayajon, xatti-harakat hamda qadriyatlar umuman bizni o'rab turgan atrof muhitni o'z asarlarida noan'anaviy aks ettirgan Kruk I ijodiy jamoasining navbatdagi ko'rgazmasi. Jamoa tomonidan taqdim etiladigan ko'rgazmalarning mavzulari mantiqan bir-birini davomlaydi. Natyurmort, portret, rang hamda qarama-qarshiliklar nomli ko'rgazmalarni taqdim etgan yosh rassomlarning galdagi tanlagan mavzulari aks deb nomlandi. Mavzuni biz guruh a'zolari bilan kelishgan holda tanladik. Sababi bu keng tushuncha. Uni yechimini topish uchun ijodkorda imkoniyat katta. Buni kim qanday ko'radi? Javob ko'rgazmada o'z aksini topdi deb o'ylayman. Fond Forum O'zbekiston Badiiy akademiyasi bilan hamkorlikda Toshkent foto suratlar uyida tashkil qilingan loyihada har bir ijodkor o'z dunyo qarashi, o'ziga xos ishlash uslubi bilan yondoshib mavzuni ochib berishga harakat qilgan. Masalan, Sergey Farnov 20-asr foto suratlardagi obrazlar orqali o'z-o'ziga yengil kulgu ostida obrazlar tanlovini havola qilgan bo'lsa, Timur Rahmetov insonning ichki va tashqi holatini taqqoslash orqali asl mohiyatni ko'rsatishga uringan. Bu dunyoda kulgusiz hayotni tasavvur etish mushkul. Mana shu ish orqali turli obrazlarga o'zimni solib ko'rdim. Sababi bir insonni boshqa bir olamda tasavvur qilish qiyin va o'zimni shu aksim orqali tahlil ham qildim.
Rassom Yevgeniy Pak ijodkorlar orasida rang tasvirda, grafik uslublarini mohirona va qiziqarli qo'llashi bilan ajralib turadi. Bugun uning asarlari karikatura ustalarini ham bir ko'rishda o'ziga jalb qila oldi. Haligi sheriklarimiz bilan birga kelib ko'rdik, juda o'ziga tortdi. Nimaga? Ranglar tiniq, bir toza ranglar. Keyin rasmda juda haligi ko'p mehnat qilib ishlamagan. Shu kerak joyga ishlagan, qolgan joylarni shunday rangda shunday berganki, bu endi Xudo bergan o'sha yigitga yuqtirgan bir talant bo'lsa kerak, o'ziga tortyapti shu rasmda. Ko'rgazma ekspozitsiyasidan 30 dan ortiq asarlar o'rin olgan. Ijod namunalari tomoshabinni soatlab mualliflarning qalb qo'rini, ichki olamini mushohada qilishga undaydi. İnsanlar hayotini o'z topilmalari bilan aks ettirgan rassomlarning ko'rgazmasi shu yilning 4-iyuniga qadar davom etadi. Madina Yo'ldosh va Zahmatjonov, Baxtiyor Nabiyev, Zohidxo'ja Rahimxo'jayev, Toshkent. Xabaringiz bor, shu yilning 4-5 may kunlari Navoiy viloyatining Sarmishsoy darasida Gulnora Karimovaning mualliflik loyihasi Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali o'tkazilgan edi. Qadim urf-odatlarimizni katta sahnalarda namoyon qilishni maqsad qilgan festivalda Sardoba xalq etnografik ansambli ham faol ishtirok etdi. Childirma jo'rligida zang va qayroq ohanglari ostida ijro etiladigan Buxoro mavrigi qo'shiqlari, muhammas hamda laparlari barcha san'at ixlosmandlarining e'tiborini tortishi tayin. Sardoba folklor etnografik dastasining repertuarlaridan ham ana shunday yangi talqindagi qadimiy ohanglar o'rin olgan. Tashkil topganiga garchi ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, professional darajada shakllana oldi va Buxoroning betakror xalqona san'atini jozibali namoyish etishga bel bog'ladi. Sardoba folklor etnografik dastasi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi huzurida tashkil etilgan bo'lib, bu dastaning tashkil etilganiga yaqinda 1 yil to'ladi. Dastamizning Sardoba deb nomlanishiga asosiy sabab mana shu Qo'rg'onbozor tumanida Sardoba obidasi mavjud bo'lib, bir vaqtlar bu mana shu Buyuk Ipak yo'lida joylashgan bu obida, mana shu yerdan karvonlar o'tgan va shu Sardobani atrofidagi karvonsaroyda dam olishgan va o'sha yerda o'zlarining o'sha savdo ishlarini yo'lga qo'yishgan. Biz bu Sardoba o'sha qadimiy obidasiga nisbat berib, o'zimizning jamoani Sardoba folklor etnografik jamoasi deb nomladik. Jamoada asosiy ularni konsert dasturidan o'rin olgan buxorcha mavrigilar, buxorcha qo'shiqlar, o'zimizni mana shu unutilib borayotgan qadimiy urf-odatlarimiz qo'shiqlarda asosan aks etgan. O'tmish va bugunni bog'lab turgan, mohiyatida mustaqil ona diyor, bunyodkor xalq va ularning orzu-intilishlari, quvonchlarini aks ettirgan kompozitsiyada sahnalashtirilgan tomosha Sarmishsoy daralarini larzaga keltirdi. Bizga barcha viloyatlardagi ishtirokchilarning ham chiqishlari juda yoqdi. O'zimizga yangicha qo'shiqlar, yangicha kuylarni biz o'sha yerda o'rgandik. Hattoki chet eldan kelgan barcha mehmonlar ham biz bilan birgalikda jonli ijromizga qo'shilib, raqslarimizga, qo'shiqlarimizga jo'r bo'lishdi. Bizning jamoamiz mana shu asrlar sadosiga yaqindagina yangi ochilgan bo'lsa-da, qatnashgan bo'lsa-da, mukofotga sazovor bo'ldik. Bundan juda ham baxtlimiz. Istiqlol sharofati bilan milliy qadriyatlar, urf-odatlar qayta tiklandi. Xalqimizning o'zligini namoyon etuvchi hududlarga xos an'analarni rivojlantirish imkoniyati yaratildi. Bu borada Fond Forumning yirik loyihalaridan biri Asrlar sadosi madaniyat festivalining o'rni beqiyos. Mazkur festival tomoshabinlari Sardoba folklor etnografik dastasining navbatdagi ajoyib chiqishlariga guvoh bo'lishsa ajabmas.
Xabarlarimiz hozircha shular. Sizlar bilan o'tgan daqiqalarda boshlovchi Hilola Soliyeva bo'ldi. Forum News dasturida ko'rishguncha.